Mana bu tanklar hammasi bir vaqtda 500 ming dollarga qarab o't ochadi. Va sog' qolgan pullarni men Blake'ga beraman. Xavotir olma, men senga kredit kartamni beraman. Va sen bu pullarni tank otadigan o'qdan himoya qilish uchun qobiq yasashda xohlagan narsangni sotib olishing mumkin. Xohlagan narsamni qurishim mumkinmi? Mumkin. Lekin sening 24 soat vaqting bor. Keyin biz o't ochishni boshlaymiz. Qani oldinga. Yaxshi, ortimdan bolalar. Gapimni tugatmasimdan yugurib ketdi. Birinchi bo'lib qayerga borasan? Axlatxonaga boraman. Dastlabki 3 soatini pulni himoya qilish uchun barcha turdagi metal vagonlarga sarfladi. Shunday qilib, ularda metal borga o'xshaydi. Uning narxi 30 ming dollar bo'lsa kerak. Buni hamma yuk mashinalarini olaman. Ikkinchi gap, insonga hamma mashina kerakmi? Siz menga vagonlaringizni sota olasizmi? Ortimdan yur. Ha, yaxshi. Bular aniq pulni tepasidan yordam beradi. Blake bitta axlatxona bilan cheklanib qolmadi, chunki u kam. Bu hiylasini u ikkinchi marta ham ishlatmoqchi bo'lyapti. Men sotib olgan narsalarni barchasini 12 soat ichida yetkazib berishingizni xohlayman. 12 soat. Men hatto 2 barobar to'lashga tayyorman. Yaxshi olib boraman. U meni pullarimni tez sarflay boshladi. 15 ming dollar. Narsalarimiz kelguncha biz pul muammosiga yana qaytib keldik. Blake pulni asrash uchun reja tuzyapti. Shuncha vaqt ichida sen reja tuzding. Qanday qilib bu pulni tank o'qlaridan himoya qilishga qaror qilding? Biz birinchi bo'lib pulni ustini vagon bilan yopamiz. Bu rostdan ham yaxshi fikr. Ikkinchi bo'lib katta boklarda bu yerga suvlar Bu qo'yamiz. yaxshi to'siq deb o'ylaysanmi? Yaxshi, ortiqchalik qilmaydi. Uchinchi bo'lib vagonni o'tin, g'ish va somonlar bilan to'ldiramiz. Va to'rtinchi bo'lib biz yangi olib kelgan eski mashinalarni qo'yamiz. O'tgan videoda tank o'qlari mashinaga teganda burilib ketganini ko'rgandim. Agar haqiqatan ham bu to'siqlar ish bersa, men haqiqatan ham hayron qolaman. Ishni boshlaymiz. Omad. Endi Blake buyurtma qilgan narsalar kelguncha 4 soat kutish kerak. Unga berilgan vazifani bajarish uchun yangi ishchilarni yolladi. Men qurgan bu to'siqlarga hatto atom bomba ham hech narsa qila olmaydi. Demak, pullarga ham hech narsa bo'lmaydi. Bu xuddi ishlab chiqarish qurilishga o'xshaydi. Blake'da yaxshi sharoit bor pullarni saqlab qolish uchun. Hatto bu to'siqlar ortida 500 ming dollar bo'lishiga qaramasdan tanklar 4 tarafdan o'q uzadi. Blake'ning bu to'siqlari bunga dosh bera olarmikin? Hazillashmayapman. Bundan keyingi sinovlar bundan ham qiyinroq bo'ladi. Bu pulni saqlab qolish uchun kechasi bilan uxlamasdan tinimsiz harakat qilishdi. Hatto tong otsa ham ular ishni hali ham tugatishgani yo'q. Ha, yaxshi. Pul bu yerda turibdi. Tanklar esa bu yerda. Bu mashina nimaga kerak? Bu ortib qolgan mashina, bolakay. Sen bu qolgan mashinangni tank va pullar orasiga qo'y. Ha, menga 10 daqiqa ber, buni qo'yaman. Senda 5 daqiqa bor. Men endi nimadir qilishga ulgurmayman deb o'ylayman. Vaqt tugadi. To'xta, vaqt tugadi. Tushir uni. Uzoqroqqa ket. Blake, vaqt tugadi. Mustahkam ko'rinadi. Ketdik tank oldiga. Men 25 soatlab tik oyoqda turib uxlamasdan harakat qildim. Xo'p, men bularni ko'ryapman. To'siq baquvvatga o'xshaydi, lekin bu yoqqa qarasam 5 yirtqich turibdi. Bular o'tadigan katta o'qlarga men qurgan to'sig'im dosh beradimi, yo'qmi Bu bilmayman. vagonlaring dosh beradi deb o'ylaysanmi? 3tasiga dosh bersa kerak. O, jin ursin. Yaxshi, boshladik. Tanklarni o'qlang. Xullas, bu 5 ta tank. Endi seni pullaringga qarab 20 ta o't ochadi. Blake, birinchi bo'lib sen otasan. Qancha chang edi? Yo xudoyim, yuziga qara. Blake'ning yuziga qara. Blake'ning tomi ketdi. Yana 19 ta qoldimi? Yana 19 ta otamiz. Chandler, o't och. Bu juda ham og'ir. Yo xudoyim. Men u yerga bormasdan ham ayta olaman, konteynerda 8 ta teshik bor. Bu gapingni ma'qullamayman. Pullar aniq tamom bo'ldi. Nima bo'ldi deb o'ylaysan? Yur, qolganini ham tugatamiz. Yaxshi, qolgan 5 tani ham tugatamiz. 5 ta qoldi. Endi 4 ta qoldi. 3 ta otish qoldi. Bu yerda qancha puling bor edi? Menimcha 500 million. 2 ta otish qoldi. Oxirgi qolgan o'qni Blake otadi. Bu men uchun sharaf. Keyin ko'ramiz qancha puling qolar ekan. Yuguramiz. U yugurdi. Tezroq. Pullar butunmikin? Shoshmang. Hammasi butun. Ha! Blake, menimcha seni pullarimni qani chiqaringchi? Men bilaman, sen xursandsan. Endi biz 4 tadan ikkinchi bosqichga o'tamiz. Biz drop parasi 24 soatdan keyin xuddi mana shu kanalda juda ham katta bo'lgan portlash sodir etamiz.
Siz haqiqatdan ham portlash sodir etasizmi yoki o'q Otamandan otasizmi? nimani so'rading? Hozir qaytaman. Blake, nima deb o'ylaysan, bu yashil qutilarda nima bor? Men bilmayman bolakay, Bu menimcha qutilarning ichida juda ham xavfli bo'lgan portlovchi moddalar yuqorisigacha to'ldirilgan. senga kim ruxsat berdi? Buni qonuniy deb o'ylamayman. Biz YouTube tarixida hech ham bo'lmagan katta portlashni sodir etmoqchimiz. Blake esa pullardan xavotirda. Biz birinchi navbatda vagonning ichidagi taxtalarni olib tashlaymiz. Ikkinchidan esa suv to'ldirilgan bochkalarni yangilaymiz. Uchinchidan esa yuk vagonlari manda bor va ularni jipslashtirib joylashtiramiz. To'rtinchidan esa biz to'siq quramiz sementdan, g'ishtdan va mashinalardan. Tank o'qlaridan ko'ra portlash kuchliroq. Tefni potlatganimizdan ko'ra kuchliroqmi? Ha, uning ichidagi hamma narsa yo'q qilindi. Tushunarli. U oldin 250 ming dollar yo'qotgandi. Buni yana takrorlaysanmi? Yo'q. Bizni yangi ishimiz uchun 18 soat vaqt bor. Blake'ning esa yordamchilarga chiroyli gapi bor ekan. Janoblar, biz birinchi kundan eson-omon o'tib oldik. Ha, davom eting. Hammangiz zo'rsizlar. 500 ming dollar hali ham joyida. Shuning uchun yaxshiroq ishlaymiz. Qani ketdik. Ha. Blake esa 24 soat uxlamagani sababli ishchilarga bemalol ishongan holatda o'zi uyquga ketmoqchi bo'lyapti. Ha, men uyquga ketdim. Hammaga xayrli tun. Aloqa tugadi. Blake juda ham charchagani uchun rejalashtirgan vaqtidan juda kech uyg'ondi. Men juda yaxshi dam oldim. Endi bir kechada qancha ish bitganini ko'rishimiz kerak. Yarim. Bombosh. Men yo'qligimda hech narsa o'zgarmabdi. Bu juda ham yomon. Bu yerni ko'raylikchi nima bor ekan? Blake qancha jon kuydirsa-da, ishchilar ko'p narsaga ulgurishmadi. Bizda 6 soat vaqt qoldi. Blake nozik nuqtalarini zapchastlar bilan, g'ishtlar bilan va mashinalar bilan to'sishga harakat qildi. Ko'rinishi yaxshi, juda ham yaxshi. O, Mr. Jimmy. Bu yerda nimani ko'rishim mumkin? Sen yaxshilab quloq solsang eshitasan. Bolalar tashuvchi avtobus olib kelinyapti. U aynan sen turgan joyga qo'yiladi. Ichida bolalar yo'q deb umid qilaman. U kalta avtobus. Men buni so'ramadim. Bu biz ishlab chiqarayotgan yangi batonchik. Uni ko'rinishi va ta'mi yaxshi. Tatib ko'rishni xohlaysanmi? Men uni yangi baton bilan chalg'ityapman. Avtobusni qayerga qo'yishini esdan chiqarib qo'yish uchun. Rostini aytsam, qolganlaridan yaxshiroq. Hamma qolgandanmi? Jiddiy aytyapman, kimdir shikarat yeyishni xohlaydimi? Sen uni otdingmi? Ey Blake, 5 minutdan keyin portlaydi. Menga 10 minut kerak, ber yana 5 minut. Senda 4 minut bor. Uni ustidan suv sochib yubor. Yoqimli bo'lsa kerak. Men bunaqa deb o'ylamayman. Ular mashinadan tushyapti. Ularda 90 sekund vaqt qoldi. Blake, senda oz vaqt qoldi. Tezroq bo'l. Tez. Ey, soat 5 bo'ldi. To'xta. O'chir. Agar o'chirmasang pulni olishni o'ylama. Bo'ldi, ketdik bunkerga. 2-3 ta tankni olib qolish kerak. Ko'ramiz, uddalay olamizmi? Quyosh botib tun qoraysin. Bu juda ham katta bomba. Qachonlardir potlatib ko'rganmiz. Bu bomba meni hayotimda birinchisi. Blake, hayajonlanyapsanmi? Ha, men terlab ketdim. Mana bu matoq portlatuvchi. Ushla. Videodamizmi? Ha, videodamiz. 2 kunlik ish, 17 ta mashina, 6 ta bochkada suv, 4 ta konteyner va o'rtaga 500 ming tikilgan. Ko'ramiz, boyib ketasanmi yoki uyga hech narsasiz qaytasanmi? Tayyorgarlik ko'r Blake. 3 2 1. Onajonsiz yaxshi ko'raman. Yo xudoyim, juda katta portlash sodir bo'ldi. Ketdikmi o'chirgani? Kim o'chiradi? Men shunchaki vaqtni cho'zyapman. O't o'chirgichni ol. Ketdik. Qani ko'ramiz, yonib ketdimi ekan? Yo'q, hammasi yonib ketdimi? Yo'q. Ehtiyot bo'linglar. Qoch meni pulimdan. Olov qani o'chgani yo'q. Blake, qopda qum olib kelish kerak. Mana bunisi yaxshi. Yaxshi, yonib ketma. Nimani ko'ryapsan? Pullar soppa-soq. Yo xudoyim. Ha, tog'a, ha. Ba'zi birlari yaroqsiz, lekin soppa-soq. Men buni bilgandim. Blake, sen haqiqatan ham 4 ta bosqichimizni ikkitasidan o'tding. Bu yog'iga nima bo'lishini ko'rishni xohlaysanmi? Ha. Shunday qilib, Blake,
Uchinchi bosqichda pullarni ustiga yonib turgan eski mashinani to'la benzina bilan tashlaymiz. Aytchi, qancha mashina bo'ladi? Ko'p. Ko'p? Juda ko'p. Bu juda ham qiyin bosqich bo'ladi. Blake, nafaqat osmondan hujum bo'ladi. Pullaringni benzinda yonib ketmasligi uchun saqlashing kerak. Benzin teshiklardan kirib ketmasligini o'yla. Biz bu mashinani tashlab bo'lganimizdan keyin senga yana sovg'am bor. Omad. Ha, yaxshi. Pulni atrofini betonlar bilan to'sib chiqaman. Va pulni ustini yuk vagoni bilan to'saman. Blake kun bo'yi juda ham ko'p ish qilgani uchun hoziroq uxlashga qaror qildi va qolgan barcha ishlarni ertagalikka qoldirdi. U albatta o'ziga juda ham ishongani bilan bu shart unga juda ham qiyinlik qildi. Bu shart videoyimiz orasidagi eng qiyin shart edi. Biz boshlaymiz. Qani ketdik. Olg'a. Bu 4-kun. Men hozir xuddi zombi kabiman. Zaxiradagi vagonimizni olamiz va uni ko'taramiz. Keyin buni ustiga xuddi piramida kabi uchburchak shaklda qo'yamiz. Uni ustiga mashina tushganda yonga qarab dumalab ketadi. Buni iloji boricha tezroq uni ustiga qo'yaylik. Bu meni ozroq bezovta qilishni boshlayapti. Blake 4 soatdan beri bu vagonni uchburchak shaklda qo'yishga harakat qilyapti. Mashina tushganda dumalab ketishi uchun. Hatto bu to'siqni qurishda u sifatli podporkalardan foydalandi. Agarda konteyner bu yerga uchburchak shaklda o'rnamasa, men juda ham ko'p pul yo'qotaman. O'xshadi. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Bu idishdagi suvni bu yerga qo'yamiz. Uni ichini g'ishtlar bilan to'ldiraman. Oxirgi qolgan mashinani esa bu yerga qo'yamiz. Juda ham yaxshi to'siq bo'lyapti. Bu shunchaki ko'rinib turibdi. Ha, mana bu reja. Blake bilmaydiki, men ajoyib bir narsa olib kelganman. Ajoyib narsani bilishni xohlaysanmi? Ha. Ortimdan yur. Bu bayroqni ko'ryapsanmi? Bu katapulta. Mashina osmondan tushgandan keyin katapulta katta yonib turgan sharni u yoqqa uloqtiradi. Bo'lakay, buni hech kim o'ylamagandi. Ayniqsa katapultani. Bizda boshqa narsa yo'q. Men nima qilishni ham bilmayman. So'nggi bir necha soat ichida Blake to'siqlarni ochiq joylarini yopib chiqdi. Ammo bu yerda bir muhim narsa ham bor. U suvga odamlarni ertalabda jo'natgan edi, lekin ular hali ham kechikyapti. Unda 90 sekund vaqt qoldi. Hammasi joyida, yur. Bu Blake uchun eng oxirgi daqiqalar. 60, 59, 58, 54. Biz mashinani tashlaganimizdan so'ng u hamma joyga suv qo'yib, pulni yonishdan asramoqchi. 30 soniya qoldi. Sen bu suv olovni o'chiradi deb o'ylaysanmi? Ha, tog'a. 3, 2, 1, bos! Bu ishing seni oxirgi bosqichga qo'ymasligimga yagona Sen sabab. bilasan buni nimaga qilganimni. Bu xato. Yo, xudoyim, bu hayajonli daqiqalar. Ko'ring, ular qanchalik balandda. Biz tashlaydigan 5 ta yonib turgan mashinadan bu birinchisi. Katapulta o'q otishini aytmasa ham bo'ladi. Blake, tayyormisan? Bo'la qol, bolakay. Toqinglar. Qo'yib yuboring. Yo'q. Yo xudoyim. Shoshmang, endi uni hammasi yonib ketadimi? Yonayotgan mashina vagonlar ustiga tushib ulgurdi. Blake shoshilib reja tuzgani uchun uni ustiga taxtalar qo'yib qo'ygan edi. Bolalar, nimalar bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Ha, nima yonyapti, Blake? Men nima ham deyishni bilmayman. Sen vagonlar ustida nima xato qilib qo'yding? Men taxtalar qo'ygan edim. Yonayotgan mashinalar uchun taxtalar qo'yadimi? Men buni kerak deb o'yladim. Blake yaxshi ham pullarini beton g'ishtlar orasiga qo'ygan. Shu uchun pullar yonib ketmasligi ehtimoli juda ham katta. Biz videoyimizning eng cho'qqi joyiga yetib keldik. Endi men sizlarga Up8 kart haqida gapirib beraman. Bu karta sizlarning pullaringizni faqat ishlatibgina emas, ko'paytirib ham beradi. Hozir bu mavzuga qaytamiz. O'toch. Bu joyda o'zlarini qanaqadir kartalarni reklama qilishyapti, bu bizga kerak emas. Shu fursatdan foydalanib like bilan podpiska bosib qo'ying. Blake, ahvoling qalay do'stim? Men qanday qilib yana bir bor pul yo'qotishimni o'ylayapman. Buni qarang, to'ppa-to'g'ri pulga qarab uchyapti. Uni kutib turing. Tashlang. Bu olovli yomg'ir kechasi bilan davom etdi. Bu olov kuchaygani sari Blake'ning kayfiyati juda ham tushib bormoqda. Yo'q. Yong'in yarim kundan beri to'xtamasdan yonyapti. Yoki pul joyida turibdi, yoki umuman yo'q. U yerda taxtalar yotibdi va ular yonib juda ham katta bo'lgan alangani hosil qiladi. Qara, u yerga to'siq quraman deb pechka qurib qo'yibdi. Hali ham umidvor, balki beton devorlar pulni asrab qolgandir. Blake, seni beton devorlarning pulni saqlab qolibdimi, yo'qmi? Yoki olov juda ham kuchli bo'lgan. Yo'q. Yo xudoyim, yo'q. Ular kuyib ketgan. Shoshma, to'xta. Pullar yonib ketgan. Tozasini qarab ko'r.
Bu yer 1000 gradus. Keyin realist bo'lamiz, Blake. Hammasi tugadi. Ko'rib turganingdek, hamma pullar shunday. Bu yana bir yo'qotish, oldingiga qaraganda ham. Eng achinarli joyi men shuncha harakat qilganim bir teng bo'ldi. Ha, bu achinarli. Shartlar ofitsiantlik tugadi. Ketishingdan oldin, Blake, seni oldingda ikkita variant bor. Yoki sen 100 ming dollar olib ketasan, yoki sen keyingi videoda qatnashishing mumkin. Bu senga oxirgi imkoniyat. Yaxshi, men qaytaman. Sen qaytasanmi? Qaytaman. Blake'ning oxirgi imkoniyati bo'lgan video mana shu yerda turibdi. Va u fevralda chiqadi. Bizni kuzatib turuvchilar seni 3-marta ham yutqizishingga chidab turisha olmaydi. Ko'rishamiz. Albatta videoni shu joygacha ko'rganlarga hammasiga katta rahmat. Xo'p, gapir. Like va подписка bos, eshikdan chiqib olsam. Yaxshi. Bolalar, yana o'sha sizlarga vaqtni ko'rsataman. 9. Video chiqarish uchun biz hali ham uxlaganimiz yo'q. Bolalar, shu uchun mehnatimizni qadrlagan holatda obuna bilan like bosish esdan chiqmasin, bolalar. 60 mingta obunachi bo'lsak, lazer videosi chiqadi deganman, chiqadi. U hozir montaj jarayonida. Hammaga rahmat.